Farhod M12 taqdim etadi. Assalomu alaykum Munavvar opa. Tug'ilgan kunlaringiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Iloyim hayotda nimaki yaxshiliklar, yaxshi tilaklar bo'lsa, barchasini sizga tilayman. Eng avvalo sog' salomat bo'ling. Oilangiz baxtiga doim bor bo'ling. Uzoq umr ko'ring va go'zal hayot kechiring. Eng yaxshi dunyodagi borki tilaklar hammasi siz uchun. Assalomu alaykum aziz Munavvarxon onajonimiz. Bugungi go'zal tavallud kuningiz, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Umringizga umr qo'shilsin. Bolalaringizni rohatlarni rohatda ko'rib yuring. Aziz hojonajonimiz, dunyoning barcha yaxshiliklari sizga bo'lsin. Doimo quvonib, xursand bo'lib yuring. Munavvarxon ona, bugungi shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Umringiz uzoq bo'lsin. Eshitishim bo'yicha men o'g'lingiz bilan gaplashib turaman. Yaqinda Farhod M12 sog' salomat bo'lib yuring. Bayram bilan chin yurakdan, chin qalbimdan o'g'lingizni, yaqinlaringizni va o'zimni va oilamni nomidan muborakbod etaman. Umringiz uzoq bo'lsin, sog' salomat bo'ling. Doimo mana shu gullab, yashnab, chiroyli bo'lib yuravering. Assalomu alaykum. Opajon, sizni tug'ilgan kuningiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Sizga omad, yaxshi kayfiyat tilab qolaman. Gula Talipova, Olboz loyihasidan.